Sirli ertaklar olamida bir kuni o'rmonda fil bilan maymun bahslashib qolishibdi. Men kattaman, kuchim ham ko'p, daraxtlarni ildizi bilan qo'parib tashlay olaman. Sening qo'lingdan nima keladi? Debdi fil. Men sendan ko'ra chaqqonman. Istagan daraxtga chiqa olaman. Daraxtning shoxiga dumim bilan osilib o'ynayman. Sen shunday qila olasanmi? Debdi maymun. Ular o'zlarini maqtab bir-birini yerga urib zerikishibdi. Nihoyat bu masalani ajrim qilib berish uchun ukning oldiga borishibdi. Bizning fikrimiz bir joydan chiqmayapti. Qani, xolis aytchi, kuch yaxshimi, epchillikmi? Deb so'rashibdi. Ularning maqtanchoqligini ko'rgan uka, buni oldin sinab ko'rish kerak. Mana bu daryoning naryog'ida bir tup olma daraxti bor. Sizlar borib, shu olmadan menga 2 dona olib kelib beringlar. Men shunga qarab ajrim qilaman. Fil bilan maymun yo'lga tushibdi. Ammo pishqirib oqayotgan daryodan o'tishga maymunning yuragi betlamabdi. "Ke, ustimga minib ol", debdi fil g'urur bilan. "Men kattaman, kuchim ham ko'p. Bunday suvdan kechib o'tish menga hech gap emas." Maymun filga minib daryodan o'tibdi. Ular ukka aytgan olma daraxt tagiga kelishibdi. Biroq olma daraxti shu qadar katta, baland o'sgan ekanki, uning mevalarini pastdan turib terish mumkin emas ekan. Fil daraxtni ildizi bilan sug'urib olmoqchi bo'libdi, ammo kuchi yetmabdi. "To'xta, behuda urinma", debdi maymun maqtanchoqlik bilan. "Bu ish faqat mening qo'limdan keladi. Mana, qarab tur", dedi maymun pildiraganicha daraxt tepasiga chiqar ekan. Maymun chiqib eng yaxshi pishgan olmalarni terib pastga tashlayveribdi. Fil ularni ilib olib bir joyga to'plabdi. Ular olmalarni olib yana ilgari yo'l olib daryodan o'tishibdi. Ukkining oldiga borib, olib kelgan olmalarni qo'yishibdi. "Xo'sh, kuch yaxshi ekanmi, epchillikmi?" deb so'radi ukki. "Albatta, kuch qudratli, yaxshi-da", debdi fil. "Hammasidan epchillik yaxshi", deb yana o'z gapini ma'qullabdi maymun. "Faqatgina kuch yoki epchillik yaxshi deb bo'lmaydi", debdi ukka. "Sizlar bir-biringizning yordamingizsiz olmani olib kela olmas edinglar. Daryodan filning kuchi qudrati tufayli o'tdinglar. Olmani maymunning epchilligi bilan terib oldinglar. Demak, kuch bilan epchillik birlashgani yaxshi ekan." Shu bilan fil bilan maymun do'stlashib olishibdi va xursand birgalikda olmalardan yeyishibdi. Yanada qiziqroq ertaklar tinglash uchun sahifamga obuna bo'ling.